Assalomu alaykum birodarlar. Men Ganiy Fasliddin va Jidarol mahallasida yashayman. Han semichkasini choqib yurardim. Semichkani menga mazasi yoqib, bu ichida prizi borligini men o'zim ham bilmadim. Shu nasib qilgan ekan bizga mana shu xolodilnik chiqib qolibdi. Hammalarda han semichkasini choqishga chaqiraman. Ta'mi ham zo'r, ham yo'g'i zo'r. Men mana shu han semichkasidan choqib turib, mana 4 ta kuponni to'pladim. 4-nomerida mana bu pechati bo'ladi ekan. Xandega yozuvchi bor ekan. Shu bo'lsa prizni olasizlar ekan. Mana inshaalloh hozirni yutib oldinglar. Alloh taolo barakatli qilsin, qutlug' bo'lsin. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Amin. Mana biz han semichkasida mana shu xolodilnikni yutib oldik. Prizlari rost ekan. Bu aldagan nimasi yo'q ekan. Aytganda mana yutishimizga berdi prizlarni. Han semichkasini nimasiga biz rahmat aytib minnatdorchilik bildiramiz. Choqinglar han semichkasini, prizlarni yutib olinglar. Hammalarga omad.